Assalomu alaykum o'zbekimni qora ko'zlar. Assalomu alaykum. Bugun shirin tabassum bilan tashrif buyurib, zo'r xandalar bilan uyga ketish uchun tashrif buyurgan Afandi Ligasi quvnoqlar va zukkolar o'yinni ashaddiy muxlislari, qadamlaringizga hasanot. Xushomad, xush kelibsizlar, aylanib ketay. Mani muxlislarim hamma vaqt birinchi qatorda. Zo'r. Sherzod, xush kelibsizlar. Biz o'yinda marhamat boshlaymiz. Biz o'yinni boshlaymiz. Vaqtimiz ham ozginagina cho'zilib qoldi. Buning uchun biz uzr so'raymiz, chunki 5-hakamda ancha men ruscha qilib aytganda ugovorit qildim, lekin tobi yo'qligi uchun tashrif buyura olmadilar. Hurmatli aziz muxlislar, barchangizga yana bir bora mana shu Afandi Ligasi, Afandi Super Ligasini ikkinchi yarim finalda ko'rib turganimdan xursandman. Xush kelibsizlar. Va biz bugun ishtirok etadigan jamoalar bilan sizlarni tanishtirib o'tishni boshlaymiz. Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetining DBT jamoasi, Navoiy shahri. Navoiy davlat universitetining Bet Star jamoasi. Farhod madaniyat saroyining Navoiylik bolalar jamoasi. Va Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Samarqand filiali iqtisodchi jamoasi, Samarqand shahri. Kayfiyatlar zo'r. Hurmatli samarqandliklar, hech ham zerikmanglar. Bizni Navoiyning muxlisi hech qayerda yo'q, bilasizlar buni. Chunki yarim finalda guruhda o'ynadinglar. Chunki zo'r shutkalar, zo'r hazillar bo'lsa, hamma o'zini chiroyli xandalarini sizga, tabassumlarini sizga, qarsaklarini sizga hadya etadi. Shunday emasmi aziz muxlislar? Zo'r. Keyingi jamoa albatta bu hakamlar hay'ati jamoasi. Hakamlar hay'ati a'zolari: Qahqaha qiziqchilar teatr aktrisasi, Mirza teatr aktrisasi, eksklyuziv bolalar teatri rahbari. Charchaganda Sherzod Qarshiyeva, Komilaxonim Boltayevna. Bir bora respublika chempioni, 4-5 bora Afandi Ligasi quvnoqlar va zukkolar o'yini chempioni. Sayfullani izlab terisizlar, ham rejissyori, ham ssenaristi, kuchli aktyorimiz, ukamiz, shogirdimiz Qalandarjon Rajabov. Navoiy Komitol komiyati tizimida o'tkaziladigan Oltin Liga, Zolotaya Liga hamda Afandi Super Ligasining redaktori Yunusjon Parmonovich Ergashev. Afandi Ligasini Super Ligasi bo'lib qayta tug'ilishiga o'zini katta hissasini qo'shgan va mana shu KVN uchun jonni berib kelayotgan va respublikada bir bora TBT bilan birgalikda chempion bo'lgan Foziljon Hasanov Mirkamilovich. Endi 5-hakamimizga yaratgandan sihat salomatlik tilaymiz va tez orada keyingi o'yinda mana shu hakamlar qatorida bo'lishini tilab qolamiz. Va 5-hakam shunaqa bo'lib qoldi, hozir shunga kelishdik. O'zim bo'laman endi, shunaqa bo'lib qoldi. Rahmat. Bugungi o'yinimiz 3 shartdan iborat. Tanishtiruv sharti biz bilgandek nomlandi mavzusi, ikkinchi shartimiz biatlon, uchinchi shartimiz musiqali uyga vazifa, Damasga bir qadam deb nomlanadi. Bilasizlar, o'yinlarimizning Afandi Ligasi, Super Ligasini bosh homiysi chiroyli qarsak chalib qo'yadi. Navoiy Innovatsiyalar universiteti. Navoiy Innovatsiyalar universiteti O'zbekiston kelajagi uchun o'zining malakali kadrlari, professional kadrlari, professor o'qituvchilari bilan siz aziz deylik abituriyentlarni, nasib bo'lsa student bo'lasizlar, xudo xolasa ko'pchilik mana shu niyat qilib turibdi studentlarni mana shu O'zbekiston koriga yaraydigan bir ajoyib kadrlar qilib yetishtirishda holmay tolmay mehnatda. Shunday ekan Navoiy Innovatsiyalar universiteti.
Ko'pchilik birinchi marta balkim bo'lishi mumkin, tushganlar bo'lishi mumkin bu o'yinga. Nima uchun bunday deb? Chunki homiyimiz birinchi o'rinda, ya'ni finalda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoaga Damas avtomashinasini berishadi. Ikkinchi o'rinlarga o'sha tur putyovkalar nasib qilsa, uchinchi o'ringa yana allambalo nimalar, keyingi yilga umuman katta narsalarni reja qilib turibmiz. Biz baraka tilab qolamiz bularning ishiga va eslatib o'taman, hurmatli jamoalar, finalga ikkita jamoa o'tadi degan gap yo'q. Hurmatli hakamlar hay'ati, biz hozir shunga kelishib, ikkita jamoa o'tadi degan gap yo'q. Birinchi o'rinda olgan jamoa o'z-o'zidan o'tadi, to'g'ridan-to'g'ri. Lekin ikkinchi o'rinda olgan jamoa qolgan mana shu 3 ta o'yinlar, ya'ni 3 ta yarim finaldagi o'yinlarga eng tezkor, hazilbob, ssenariysi kuchli va albatta o'zini chiroyli sahnada tuta bilgan jamoalargina olinadi. Bu degani 6 ta finalda o'ynaydi degani emas. Kelishdikmi? Kelishdik. Demak, Damasga bir qadam qoldi. Bitta chiroyli qarsaklar bilan birinchi shartni boshlaymiz. Omadinglarni bersin. Ketdik. Hakamlarda hech qanaqa savol yo'qmi? Boshlasak bo'ladimi? Muxlislar tayyor. Biz navbatni, ya'ni birinchi shartni birinchi bo'lib TBT jamoasiga taqdim etamiz. Sahnada birinchi shart bo'yicha TBT. Ketdik. Qishini yozin ishlaymiz. Har kun shunday o'tadi. Olmos qazib olishga ancha kuching ketadi. Qarshingizda kelajakda ana shu kaska, spesovka, etiklar bilan 40 gradus konda ishlash uchun universitetga oq ko'ylak, galstuk bilan keladigan TBT jamoasi. Assalomu alaykum. Mana qaranglar basalar. Ha. Ana oppo'g'oyni quyishig'i bilan chiqdik. Ha. Oppo'g'oyni o'zi qani? Oppo'g'oy ana 4 ta qora o'y bilan hakamlikka o'tirgan. Sen nima kayfiyating yo'q? Men kecha poliklinikaga qon topshirishga bordim-da. Shu dekanning qoni bilan meni qonim nimagadir bir xil chiqdi. Bir xil chiqadi-da, 4 yildan beri umrimizni yeyapti-ku bu. Uni qo'yinglar. Mana konchilik universitetida o'qiymiz-ku. Ha. Men ana shu konchilik universitetini bitirsam, tog'da uchiga chiqaman-da, kovlayverib, oltin topaman. Yo'q. Lekin sen yomon kavlaysan. Ha, kanishni yomon kavlayman. O'tgan yil bir kavladim, dekan ishdan ketib qoldi. Endi hazil o'zingizga. Mana shu mavsum TBT chempion bo'ladi. Seriyozli bo'lmanglar, qevizga hazillashyapman. O'yilmaqay hazillashib. Menga buni qaramaylar, bular tonimaydi meni. Endi bular hali yosh bachcha. Bular yosh bachcha. Komila opa, siz uchun kelgan bular o'zi. Apajon, umringiz uzoq bo'lsin. 100 ga kiring, 500 ga kiring, 1000 ga kiring. O'ylamay qiynalib keting. Mana qarang aka. Ha, Sahna nima xaladenlik bilan chiqdingiz? endi mana sahnaning orqasidan poylab turdim. Ha. Hazillari chiriyapti-da, hidi chiqmasa ichiga solib qo'yaman. Lekin sal kallam ishlamadi. Nima? Sal kallam ishlamadi. Xaladelikni biqiniga bitta musor yashiga ham olib chiqsam bo'lar ekan. Nimaga? 3-shartda ichiga kirib o'tiraydi. Aka, menga qarang, sizni haqiqatdan ham kallangiz ishlamabdi-da. Nima ya? Kattaroq xaladellik olib chiqish kerak edi-da. Katta xaladelik ham bor edi, redaktorada to'lib qoldi u. Endi sizlarga TBT jamoasini tarixini tanishtiraman. TBTni o'zi asli Fozil aka yaratgan. Ha. Vaqtiga yaratdi, endi tan olmayapti. Ana beri yetimdan chiqib o'tiribsan.
TBTni tanishtirmaysizmi bir tarixi? Ha. Lekin xafa bo'lmanglar. Indamay esdan chiqib ketdi-da, ha. Yo, bu seryozni gap. Hazil emasda, qaysang bu sanga. Aha. Katta bir oila afandi ligasi. Shunay. Misol uchun mana, Oybek aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Oilangiz yaxshimi? Xullas, TBT katta bir oila. Aha. Mana Oybek akam otamiz. Yunus akachi? Yunus aka onamiz. Fozil akachi? Kim? Qalandar aka. Qalandar aka ham onamiz. Fozil akachi? Fozil aka ham onamiz. To'xta. Otamiz to'za xotin bo'z ekan-ku. Aka qarang, Komil opa qo'yib ketdilar-ku. Endi Komil opa TBTni doyasi. TBT shunay tug'ilgan payt qo'llariga olib kindigini kesdilar. Lekin bu chalpak kindigi kesilgandan keyin millionga ketdi yo'q bo'lib. Endi sizlarga TBTni chempionlik yo'lini aytaman. 2017-yil Toshkent QVZ Oliy Liga yarim final. Kimsan TBT? 2017-yil QVZ Oliy Liga final. Chempion. Kimsan TBT? 2026-yil Afandi Liga yarim final. Siz TBT. Demak, prikodlardan ko'ra tarixi kuchli bo'lgan TBT jamoasi biz ketdik! Copia e da gente, copia, mas estamos sempre à frente. Copia. Azizlar, sizlar uchun tishimni kovagida asrab kelgan prikol. Tomosha qiling parkdagi holat. Bevafo. Tashlab ketdi. Ota-onamga nima deyman? Hayot meni aldab ketdi. Hurmatli qizlar, plastik kartalaringiz kodini hech kimga bermanglar. Даже через telefon ham. Hayota. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богаче. Ko'ramiz bizda keyingi sahnaviy ko'rinish Otabek va Kumush filmini hammamiz bilamiz. O'sha Otabek Gornon universitetida o'qisa-yu, Kumush Ped institutida o'qisa, qanday bo'ladi? Assalomu alaykum, begim. Labbay Kumushim. Yaxshimisiz? Rahmat. Eshitishim bo'yicha Pedga perevod qilg'aymishsiz. Kumushim, shu mikrofon sizni azob beryaptimi? Налетели как саранча. Shuni ayting, hayotni o'zi azob bergan yetmasmidi? Begim, Labbay. siz Pedga perevod qildingiz deb eshitgaydurman. Xuddi shunday, lekin siz o'qiydirgan Inyazga emas, boshlang'ich ta'limga perevod qildim. Begim, Munjadidskimisiz? Nega boshlang'ichga perevod qildingiz? Sen meni xafa qilding, Kumush. Begim aslo xafa bo'lmang. Begim, siz mashina olg'aydurmisiz? Mashinam bor, Kumush. Begim, siz kvartira olg'aydurmisiz? Kvartiram bor, Kumush. Begim, stipendiyangiz tushdimi? Tugataylik temni tushirib yubording, Kumush. Hurmatli muxlislar, agar TBT jamoasini originalini ko'raman deb kelgan bo'lsangizlar, uzr sizlardan. To'g'risi biz kuchli prikol yozmoqchi edik, lekin kayfiyatimiz yo'q. Chunki kuni kecha Navoiy shahrida yangi qurilayotgan ko'p qavatli binoning 4-etajidan bitta kursdoshimiz yerga tushib ketdi. Bechoraning biqiniga 16lik armatura kirib ketdi. 16lik.
Lekin shifokorlarimiz baraka topsin. Mana shu armaturani sug'urib oldi. Kursdoshimiz tirik qoldi. Shunaqangi xursand bo'ldim to'g'risi. Kursdoshimiz tirik qolgandanmi? Yo'q, domlarimizda armatura ishlatilyapti. Rahmat, sizlar bilan TBT jamoasi bo'ldi. Sog' bo'lasizlar. Bet Star jamoasi. Qani bachalar. Qani bachalar. Fayzni bizni bersin ha. Qo'ymaydi. Oyizingga jon milatavandaman. Mehri ravshandil bikin tavandaman. Mehri ravshandil bikin tavandaman. Navoiy choyxona afsanka qizlari bo'shagan olib kelaverdik. Assalomu alaykum. Navoiy! Tushunmadimi? Choyxona qizlar deyapsizlar? Между прочим, bizlar kechasi bilan uxlamay darsga chiqadigan talaba qizlarmiz. Ha, Dugon, sen o'zingga javob ber. Bizlar choyxonada yaxshi yeyapti, qizlar. Mana bolalar bugun yarim final. Qo'rqmanglar, bugun yutamiz. Qana yutamiz? Aka, ishoning bugun yirtamiz. Qana yirtasan? Chunki rektorimiz bizga ham motivatsiya berorgan. Qanaqa motivatsiya beradi? Mana bunaqa qarang. Ber, hech qanaqa motivatsiya bergansizlar ko'rgansiz? Tintagmisiz, shuncha qizni berorganda o'zi motivatsiya emasmi? Haqiqatan ham da qizlar sizlar nimaga chiqdinglar o'zi? Bizlarni ishonganimiz bu. Kimga ishonib chiqdinglar? Xo'sh chiqadi. حالا کنم نمیشه هندان خودم همیشه در تگیدین آزاره دوان دوان و پیشم Ma'ruf drama yutqazgan manikin qo'y. Temizlemang meni juda chaqqonman. Qornim katta bo'lsa, xotinimga yoqaman. Rostdan ishonganlaring bor? Bo'lmasa chaqiringlar, ko'zini uysin bo'ladi. Aylading, sarmast aylading. Mening yuragimga ishqni joylading. Azizlar. Ko'rib turganingizdek, buncha qizni orasida o'qishni o'zi bo'lmaydi. Mana oqibati. Aylading, sarmast aylading. Mening yuragim. Demak, biz o'z chiqishimizni mana qizlar gapi bilan boshlaymiz. Didi. Ozor. Yotoqxona, mol bozor, ketdik! Bizda ilk sahna ko'rinishi yotoqxonadagi qizlar. Jim. Ke, shu yerda ham pich qo'ymalang. Shu suvimni o'zim ichsamman. Hatta bu suvimda-chi, ya? Jo'nada tarakanlar bilan seni jonimga tegding. Xo'p. Pastaj birinchi kurslarda. Bizda keyingi sahna ko'rinishi romantik er. Ey dadasi, turmush qurganimizga 10 yil bo'ldi. Faqat mana shu turbangizni chalgan. Baraka topkur, hayot faqat romantikadan iborat emas-ku. Bizlar ham odamlarga o'xshab farzand ko'raylik. Farzand deganingga. Farzand haqida bitta zo'rba javob beradi. Bizda so'nggi sahna ko'rinishi universitetimizga yangi kelgan abituriyentlar.
Vo, sharoitni qara, sharoitni. O'ynaladi qara, gardi yo'q, ko'ryapsanmi? Simi sitiladi qara. Kafilda aytmaysam, aksi ko'rinadi, menga qara. Ey, bizning universitetimizda hojatxonadan boshqa xonalar ham bor. Ya, ko'rsatmasizmi? Biz bu chiqishimiz bilan nima demoqchimiz? Ham demaysan, hasratim ham demaysan. Men ham gapirsam bilam. Menga ham beringlar. Biz bu chiqishimiz bilan nima demoqchimiz? Yarim finalga chiqishda o'zi bo'lmadi. Finalga chiqish uchun qancha harakat qildik, qancha ter to'kdik, qancha tayyorgarliklar ko'rdik, qancha qiyinchiliklar bo'ldi. Farhodga kelishda o'zi bo'lmadi. Farhodda o'lish bunaqa probka, odam yurib bo'lmaydi. Hakamlar, chasbik boshlanmasdan biz ham finalga chiqaringlar, biz ketaylik. Rahmat azizlar, sizlar bilan sahnada Navoiy davlat universitetining Petstar jamoasi. Rahmat. Petstar jamoasi chiqishini o'z nihoyasiga yetkazdi. Birinchi shart bo'yicha, xuddi shu shart bo'yicha sahnaga Navoiylik bolalar jamoasini taklif etamiz. Sahnada Navoiylik bolalar. Marhamat. Biz keldik yana, Farhodda yoshlar ko'pigi muxlislar qani. Qo'llab turinglar bizlarni chiqishdan maqsad. Xursand qilishdir sizlarni, biz keldik yana. Farhod sahnasida o'sha qiziqchilar yana. Aka, mana biz o'ynab chiqdik. Samarqand nimaga o'ynab chiqmaydi? Chunki Samarqandga emasdan o'y bilan o'ynash. Assalomu alaykum. Ey yigitlar, mana yarim final, finalga ozgina qoldi. Qancha qoldi? Shu 500 qoldi yig'ib beraylik, Fozil aka bezor qilib tashladi. Aka, final deganizga birinchi o'ringa Damas, ikkinchi o'ringa Misrga sayohat qo'yilgan. Shu Damas qo'y zo'r qildi-da. Ya, Damas kerak emas, biz Misrda yutamiz. Nimaga? Yo'q, qara, Misrda yutaylik. Nimaga? Faraz qilmana biz Misrda yutib, jamoamiz bilan Misrga borsak qanday bo'ladi? Qumga qara, Fozil aka, spiskiga qo'sh dediz, qo'shdik. Nima kerak endi unaqa bachkanalik aka? Men senga aytdim, Yunus bilan minnat qiladim. Bolalar, men o'ylab ko'rdim. Ikkinchi shart bu yoqdan chiqmayman. Sen o'zi birinchi shartga nimaga chiqding? Aka, ash Farhod sahnasiga 5 yildan beri chiqaman. Bu kuchuk ham tonimaydi meni. Shavkat, men seni taniyman-ku. Ma'lum. Kimdir kuchuk dedimi? Men biratan yerda cho'p solib ketibdi. Ey, bularni o'zgarib ketganini qara. Qanaysan? Begi, ikkinchi begi qanaysan? Shavkat, sen qanay zo'rmisizlar, ey? Sen o'tay qator odamlar sansalyapsan-da. O'tangni ham sansirasan kerak sana. Ortiqda aytaymi? Ortiq sayisdan chiqib ketsa qanaysan? Inne Oybek. Asıllaşamman. Inne Oybek aka. Aka, bu kamandan ko'rib turibsiz. Silaviyda valla. Mana gap borda o'ziga gap yo'q. Mana so'z ikkalamiz aramizga qo'shilish kerak edi. U umuman xayolda ham yo'qda uni. DJ-da-ku men aytmasam bular. Ikkita erkak gaplashib o'tirgan paytda bor degan qo'shiq nima kerak aka?
akaman singlim chaqiraman-da o'sha bilan ikkovi bir nima qilib tortamiz endi bilan. Umrim. По полям, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. Assalomu alaykum. Mana muz sahnada tug'ilganman-da, Beqqa dadam izlab keldim. Dadam muz ko'rmaganman, oyoq kiyimlaridan taniyman. Aka oyoq ko'taring, yo'q bu emas. Ko'taring aka, yo'q bu emas. Ko'taring, yo'q bu emas. Qalandar aka oyoq ko'taring, yo'q bu emas. Fozil aka oyoq ko'taring, yo'q. Toshni bukishmas. Nimaga? Chunki men sochim bor-ku. Yo qizim, bu yarim final. Bironta akang bilan trend bo'lsa ko'rsatinglar. Trend deydimmi? DJ qo'yorda. Я пьяный молодой, в бары как домой. Mana sallaga trend, mana. Yo. Qara, sallada bo'lmasa mana bizada bor trend, qara. Qani. Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Beshonga. Mana men dedim. Qayerdan bilding? Mana ana begiga kelmen klendi berilibdi. Xudo, menga shuncha ko'p talant bergancha, men kichkinasini dadamga bersang bo'lmasmidi? Oydinoy, menga qara. Sen deb dadamiz ustidan kulurma. Dadamiz bilasanmi qancha qizlarda yutib kelgan. Dadam uzun umri bo'g'ayda bir marta onam yutgan. Keyin sen bilan men tug'ilganmiz. Demak, o'zini qo'lidan balo ham kelmagandan keyin bachalarni olib chiqib boshlagan navoiylik bolalar. Biz Diqqat, bitta reklama. Bobojon, siz naqadar chaqqonsiz? Ibi bacham kechqurun uxlamadingmi sen? davom etamiz azizlar. Bizdan navbatdagi sahna ko'rinishi o'ta zamonaviy TikToker ona bolalarga allaydi. Alla bolam, alla. Damyangir. Onki? O'yla toza. Uxlamaydi bular TikTok, faqat TikTok. Ana dadang ketishdi. Rahmat. Chiqishimiz oxirida nima demoqchimiz? Rahmat. Chiqishimiz oxirida nima demoqchimiz? Kimdir aytishi mumkin, ana shu ikkita jajji bolaga ko'p yukni qo'yib, sahnaga olib chiqib, nagorska qilyapti deb. Yo'q. Qaysidir bolalar ko'chada vlajni sotib yuribdi. Qaysidir bolani otasi tashlab ketgan bir paytda biz ana shunday aziz farzandlarimizni beg'ubor yoshligi qivizida o'tishini xohladik. Farzandlarni yuksaklarga ko'tarib chiqqan jamoa. Farhod madaniyat saroyining navoiylik bolalar jamoasi bo'ldi. Я живу и дышу, когда ты рядом. Bolaligim, podshohligim deydi, shu ishdan mazza. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining Samarqand filiali iqtisodchi jamoasi. Ketdik. Oldingi qatorda to'ldira olamiz. Iqtisodchi chiqyapti. O'zbekistonda davlatdan tashqi qarzi 79 milliard dollar ekan. U degani odam boshi 3200 dollardan tushyapti. Aytib qo'yay, men 1 so'm bermayman. Assalomu alaykum navoiyliklar. Bizni tanimagan muxlislarga jamoada o'zi 3 kishimiz. Lekin bizda qivizda darg'amiz bor. U
отдельно chiqaman deb kuydiryapti-da. Kamiga u break dance'ga qatnashyapti. Marhamat. Dance. 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 Ya Oybek aka jiddiy odam deb aytding-ku. Ha, jiddiy edi, qaydan bilay? Bola? Ha. O'zi bugun kimlar bilan o'ynayapmiz? Kimlar bilan o'ynayotganimizni bilmayman. Lekin odam boshi bittadan jamoa tushyapti. Yigitlar, mana chorak finalda hakamlar ikkita Navoiy jamoasiga qarshi qo'yuvdi bizlar, bilasizmi? Ha? Mana yarim finalda 3 ta Navoiyga qarshi qo'yyapti-da. Aha, o'sha jamoalarga men ustozim Abror Muxtor Alining bir gapi bor. Qaysi? To'dalanib kellaring. Yigitlar, yangilik, men O'zbekiston Respublikasida aholi soni bo'yicha Samarqand viloyati 1-o'rinda ekan. Yaxshi. Navoiy 2-o'rinda ekan. Aha. Ya, unda Samarqandga qaytaylik bolalar. Nimaga? Navoiy 1 ga, Samarqand 2 ga tushib qoldi. Ey. Butun boshli respublikaning statistikasi bilan 3 ta bola o'ynashyaptimi? Ali, unaqa yengil gaplaringni qo'yma. Bugun kuchli jamoalar bilan o'ynayapmiz. Tarkibida zo'r bolalari bor. Hech zo'r emas, ey. Zo'r bo'lganda bir otajonimga, onajonimga deb mashina sovg'a qilardi. Bir zo'r bolalari bo'lganda ota-onasiga bir umraga yo'llanma sotib olib bermaydimi? Lekin Navoiy viloyatining hokimiga 5 lar ketdim bor-ku. Nimaga? Tog'larni qara qanday baland, daraxtlarni qara qanday gullab turibdi. Gullar chamanzor bo'lib ketgan bor-ku. U hokimda ish emas-ku. Kimda ish u? Tabiatda ish-ku, bahorda shunday bo'ladi o'zi. Navoiydamisan? Ha? Ana shu hokim asfalt qilib toqqacha bormaganda ko'rarmiding shu tog'ni? Sen bo'lmasa Fozil akaga rahmat ayt. Nimaga? Afandi liga bo'lmaganda shu sahnaga chiqib shu gapni aytarmiding? Yigitlar, mana men qivizda bir tushunmaydigan narsam bor-da. Mana nimaga hakamlar 4 ta erkak hakam, bitta ayol hakam bo'ladi? Hammasida shunday. Ha, bir ikkita ayol hakam yo 3 ta ayol hakam bo'lmaydi-da. Keyin yemindan bitta hakam kal bo'ladi. To'g'ri. Keyin mana tarafda o'tirgan hakamni yo mo'ylov bo'ladi, yo manacha soqol qo'yib keladi. Men mana Qalandar akani kuzatib yuribman. Instagramlarga mana dzyudoda trenovka qilayotganlarni qo'yapti-da. Xo'p. Aka biladi-da. Nimani? Finallarga borib talpa bo'lib ketishini. Sen nimaga meni gapimni yerda qoldiryapsan? Mana hurmatli muxlislar, mana 10 yildan beri qiz o'ynayapmiz Oybek aka, lekin zo'r niyat qilaman kamida menga Fozil akaning yo'lini berishini-da. Boshqa odamning yo'li yo'qmi senga? Nima qildi? O odam qamalib chiqqan-ku. Bo'pti, mana Yunus akaning yo'lini bersin deb niyat qilaman-da men. Shuni deb qamalib ketdi-ku.
bir Samarqanddan bir o'zimizdan bironta yo'lini so'ra. Masalan, bizda olib kelgan taksistni yo'lini so'ra. Nimaga? Hech bo'lmasa uyga qaytib olamizda. O'zi bugungi o'yin ertaga bo'lish kerak, to'g'rimi? Ha, 26-da. Ha, Fozil aka telefon qilib nima deydi? Nima deydi? Ha, eshit. Iltimos harakat qilib, xarajat qilib qo'ydik. Sharmanda bo'lib bo'lmaydi, iltimos kelingizlar. Boshini bor bolalar ertan boraman deganlar bugun kelsin, iltimos. Turn that music up. Tomosha qiling, bizda ilk sahna ko'rinishi 20 yil mashina tuzatadigan usta bo'lib ishlagan akamiz to'satdan ginekolog bo'lib qolsa qanday bo'lardi? Oching qani? Tasavvur qiling, Oybek aka bugungi qivizi boshlanishdan oldin to'y yeb, shashlik yeb kelsa, birdan qivizi boshqarib ketsa qanday bo'lardi? Assalomu alaykum. Mana Afandi Liganing 2-yarim final o'yiniga xush kelibsiz. Biz boshladik. Testlar jamoasidagi massovka yigit ko'chada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu atrofda apteka bormi, bilasizmi? Ha? Qayerlarni ko'rsata olasizmi? Ketdik. Bizda so'nggi sahna ko'rinishi yugurishni bilmaydigan semiz bolani ko'chada tunab kechsa qanday bo'ladi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mayli, xudo bera. Rahmat, hurmatli muxlislar, rahmat. Rahmat. Hurmatli hakamlar, bugun bizga 5 ta 5 qo'ysangiz, uni 1%ni o'zingizga keshbek qilib qaytarib beramiz. Sizlar bilan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetidan kelgan iqtisodchi jamoasi bo'ldi. Oramizda qolsin. Birinchi shart o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, tanishtiruv sharti o'z nihoyasiga yetdi va biz endi ikkinchi shartni boshlashdan oldin jamoalarni sahnaga taklif etamiz. Ketdik. TBT, Betstar, Navoiylik bolalar hamda iqtisodchi jamoalari. Ballar tayyor bo'lgan bo'lsa, marhamat qilib ballarni ko'rib chiqamiz. TBT jamoasiga qo'yilgan ballar 4 krugi 4 ball. Rahmat. Betstar jamoasiga qo'yilgan ballar 4 ball to'liq. Navoiylik bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar 4 5 Rahmat. Iqtisodchi jamoasiga qo'yilgan ballar 5 to'liq 5 ball. Demak, birinchi shartdan so'ng TBT hamda Betstar jamoasida 4 ball to'liq, Navoiylik bolalarda 4.6 ball va iqtisodchi jamoasida 5 ball to'liq. Juda oson bo'ldi bu. Biatlonni boshlaymiz. Xo'p. Hurmatli muxlislar, kayfiyat zo'rmi? Kayfiyat zo'r. Mikrofonlar bormi hammasi? Chunki ishlamayotgan mikrofon bordi, u ham ishlaydi. Faqatgina bu takdan ushlamaylar, o'rtaroqdan ushlanglar, ishlaydi. Qarasho? Aha, chunki bu keladigan to'lqinni ushlab qolyapti. Biz biatlon shartini boshlaymiz. Demak, biatlon sharti shundan iborat. Hozir ikkita hazil o'qiladi. Hakamlar hay'ati qaysidir bir jamoani hazil yoqmagan bo'lsa, ishtirokchi bilan xayrlashadi. Jamoani ikkinchi ishtirokchisi ketganda, ya'ni birinchi jamoa tugasa, tushundinglarmi? 0.4 ball beriladi. Ikkinchi jamoa ikkita ishtirokchi ham chiqib ketsa 0.6, uchinchi jamoa chiqib ketgandan keyin 0.8 va qolgan jamoa, ya'ni bitta o'sha g'olib jamoaga 1 ball to'liq ball beriladi. Tushuntirib o'tdimmi? Bunda ham juda katta ballari bor. Demak, biz
TBT jamoasidan boshlaymiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Shu biza biatlon yozolmaganligimiz sababli mana iqtisodchidagi akalardan, Petdagi akalardan iltimos qilamiz. Shu qiziqarli voqealar bo'lsa-sizlarga bizga Telegramdan tashlarsanglar, shuni biatlonga uraydik. Ikkinchisi. Zamdekanning xonasidagi konditsioner bu dekanning xonasida ventilyatorda ko'ra olmay ichki o'libdi. Petstar. Mani ismim Malikada, lekin malikalardek hayot kechirmadim. Umrim davomida shunaqa qiynaldim. Undan ko'ra Nozanemmi, Nastarimmi qo'ysanglar bo'lmaydimi ismimni? Navoiylik bolalar. Bizanka mandagi bachalar ne deganda, hali men maktabga bormayman, o'qishni bilmayman, qo'limga bir varaq yo biatlon yozib berib o'tiribdi. Qizim, yana bitta qaytar shu gapingni. Yunus aka bulardan battar. Biatlondan tagiga yulduzchalik 5 qo'yibdi. Bo'ldimi? Ikkinchisi ham tugadimi? Iqtisodchi ketdik. Qishda anomal sovuqda pechkalarimizni adyal bilan saqlab qoldik, o'rab. Ikkinchisi. Qozonga tushgan tovuq suv qaynaguncha o'zim cho'milyapman deb o'ylaykan. Demak, birinchi doira o'z nihoyasiga yetdi. TBT bir kishi tark etadi. Ikkinchi doira boshlandi. TBT. Bizani universitetga oq ko'ylaksiz kira olmaysiz. Galustuksiz kira olmaysiz. Lekin bir 56 ball olsangizlar kirib ketasiz. Rahmat, ikkinchisi marhamat. Bu talabalar mushukka o'xshaydi. Och qolsa kalamushni ham yeydi bular. Petstar. Yunan uyda hamma ishlarni dadam xalqqa onamdan so'rab, lekin idish-tovoqlar onam yuvadi, dadam chala qilsa. Marhamat, ikkinchisi. Ikkinchisi yo'q, o'ziman bitta dadam bor. Iqtisodchi. Bitta adnorazoviy britva ko'p ishlatilgandan keyin talabaga aytgan gapi, tashlab yuborma, hali shakarchani qo'zg'asang bo'ladi. Ikkinchi. Tishida qurti bor bolalar pivani bezakisga ichgan. Bir, ikki, 3 jarima. Realni gap aytaymi? Bizani bu sostav bilan finalga chiqarish bandasiga emas. Ketdik Petstar. Har kuni ertalab oynaga qaragan paytim, nima uchun shu paytgacha yigitim yo'qligini tushunaman-da. Ali aka, sizda ham shunaqa bo'lgan ekan? Navoiylik bolalar. Dadam o'zi masofga, onam gapirgan dadam ha deb turadi. Bizani prekollar nima uchun bang bo'lib ketmayotgani sabab bu. Bu biatlonlar Abdulla Qahhorda jimjitlik romandan olingan. Ikkinchisi. Mana u Gornida o'qib chiqqan, Tillakonda ishlaydi, shu yigitga tegaman deb orzu umid qilib yurgan qizlar. Orzu qilmanglar, bular ne tolka tillo, bironta tuzukroq biatlon ham topolmaydi. Mana Qalandar akaga Sayfullo yangiz qachon chiqadi deydigan akalar. Sayfullo Mishutkadan keyin chiqadi hali.
sekinroq dona o'qi. Komil opa, menimcha men onam bo'lsalar kerak. Nima aytsanglar, men ham hazil qila olmayman, Komil opa ham hazil qila olmaydilar. Iqtisodchi. Meni mana Tibetdagi akaga aytgan gapim. Hujjatlik romani Abdulla Qahhorniki emas, Said Ahmadniki. Karl Marksda bir gapi bor. Haqiqiy navoiylik bo'lish mumkin emas. Petstar bilan navoiylik bolalar jarima. Bizning fikrimiz. Sizlar mayli, ko'pchilik nima aytadi bu sabab biz ham o'tkazamiz. Mana bu aka kalanshikka o'xshaydi. Jamoani faqat bitta o'zi tortadi. Men dadam Real Madridni juda bir ashaddiy muxlisda. Shu uchun ham men 14 ta ukam bor. Men bilan 15 ta. Endi 16-sekin harakatni boshlavordilar. Petstar bilan navoiylik bolalar bilan ham xayrlashmoqchimiz. Tushunarli. Demak, navoiylik bolalarda 0.4 ball bor. Rahmat. Iqtisodchi jamoasidan ham bir narsani so'rasam maylimi? Asterix bilan Obelix kim bo'lasizlar? Ikkinchisi bormi? Ha, gazla. Xo'sh. Iqtisodchi jamoasi menga boya adashding. U Said Ahmadning asari deydi. O Said Ahmad asarlarini o'qisam Gorniga emas, Petga topshiraydim-da. Azizjon, marhamat. Assalomu alaykum. Mani qornim shunchalik kattaki, kimdagiga bitta komandaga repetitsiya qilsa bo'ladi. Ikkinchisi. Men shpagatim ochilsa, burugim ayrilib ketishi mumkin. Lekin Ali shpagat o'tsa, Farqot ayrilib ketaman deyman. Iqtisodchi. Oldingi avtobuslar bilan hozirgi avtobuslar farqi yo'q. Hozir ham shu ikki kishi orqada pirajka yeb, sasib ketadi. Keyingi. Nikoh. Bu qonuniy zo'rlash. TBT 06. Shu balga rozimiz dedilar. Rozimiz. Azizjon, boshladik. Med institutda o'qiyotganlarni medik deydi. Men ped institutda o'qiyman. Ismim Aziz. Bormi? Aziz. Meni yoshligimda amakilarim, tog'alarim birga bir chiqarardi. Hozir men Samarqand qaraylar, ikkita bo'lib kelgan. Rahmat. Ha, komandalar ketib qoldi-da, bir gapim bor edi. Iqtisodchi deyapsizlar, Ali deyapsizlar, Eldor deyapsizlar. Kim egamizni nima qilaydilar? Ikkinchisi. Ha? Nimaga kuchuklar bizga qarab, bizda quvib kelsa, unga qarab egasini chaqiramiz? Shtraflar bitta. Ha, ana ular ham hakam. Bugun menga 15 yilga bitta hakamlik tegib qoldi, Aljon. Ha, mayli. Nima qani? Ayta. Ha, aytaver. Chiqib ketding Aziz, prosta aytaver mana. Bitta mashina farasi Toshkentga borib, Faratashkenskiy bo'lib o'tdi. Tak, 3 ta Aljon. 3 ta ayting. Ya o bitta bu pishdi shu. Bolali bo'lish uchun er va xotin kerak deydi. Bu bo'lmagan gap, bir sharoit ham kerak. Ikkinchisi Aljon. Bolalikning eng beg'ibor ishi o'zing qilgan ishda o'zing o'ynab o'tirish. Yana bormi? Aziz, sen hali ham o'tiribsanmi? Ketaver. Bormi yana? Ko'p aka. Ikkomiz adil komanda bo'ldik. Ur bilasizmi? Iqtisodchi 1 ball. Rahmat, sog' bo'linglar. Demak, ikkinchi shartdan so'ng iqtisodchida 6 ball, navoiylik bolalarda 5 ball to'liq, Petstarda 4.8 ball, TBTda 4.6 ball.
Uchinchi shartda boshlayotganmiz o'rtoqlar. Uchinchi shartda bizda sahnaga Farhod Madaniyat saroyining Navoiylik bolalar jamoasini taklif qilamiz. Marhamat. Balandda o'ylab yurar kaklik bolasi. Komilaxon. Umrim. Yazma bilan kelganlar. Umrimni yedi shu apa boki. DJ Gamer fantaziya yo'qda. Biza MMA qilamiz dedik. Nima bunaqa muzika qo'yding? Normal muzika qo'y. Добрый вечер, Anaconda, Octagonda 91 308 66 68 nomerga telefon bo'lgani uchun akam ketib qoldi uyga. Octagon Liga, Oybek akaga to'y ber. Bir kunga 5 tagacha to'y o'tkazadilar akam. Octagon 91 asosiy kardimizga kimdir hozir adashib pul tashadi. Rahmat sizlarga. Shunday pul asosiy kart jangchilarimizni taklif etamiz. Blue Corner. Mo'min Svicha. Svicha emas, Mo'min Svicha Haydarqulov. Bo'yi kuni bo'yi ko'chada yuradi, shunday daydi bu, shunday jonimga tegdi. Vis Navoiy tonida kecha videosi tarqalib ketdi. Instagramda o'g'illik qildimi, nima qildi, shunday ahmoq bu. Professional rekordi, bitta jang, bitta g'alaba, bitta mag'lubiyat, bitta nokaut. Nimaga deysizlar, har kun kechqurun o'zi bilan jang qiladi. Endi uning raqibi Blue Corner. Red Corner. Oydin Ibitobaqilim Otaqulova. Пополам, синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то весен куполь. Nima ketdingizlar? 3 yoshlik bachadan. Bo'yi raqibidan ancha kichkina. Visi raqibidan juda ham kichkina. Professional rekordi 8 ta yutgan. Qizim, sen 9-zvochkani ham yutaverding-da. Davay jangchilarimizni face to face marosimiga taklif etamiz. Jang qilamiz deymiz. Jang, davay. Sekundantlar maslahat beramiz. Oyda. Yeysiz uni yuraqsan. Birazdan o'yladim. Bilakni qara bilakni. Tolka sani barsan. Tolka nomeradi. O'ldirish kerak böyle. Jangchilar davay jangga. Onajonim, mehribonim. Maqara xizmat shantaj qilyapsam? Yo'q, shantaj qilayotganim yo'q. 3-shart musiqa ekan, qo'shiq aytaman, to'xtab turing. Birinchi raund tugadi, davay jangchilar. Maslahat beramiz sekundantlar. O'rgatganlarni esizgami? Bitta ko'rsang. Davay keting. Hop, davay. Yoshligida salgan tushib ketgan qiz. Onaning tilgina salgan botib ketgan qiz. Onaning yoshligida salgan tushib ketgan qiz. Onaning tilgina salgan botib ketgan qiz. Onaning dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshqa balo dilbar. Endi bu trenerdan nima kutdinglar? Boshqa nima o'rgatib biladi? Mo'min, senda nima bor? Menda divonasi bor. Davay. Tanlaganim o'zing
yashaysan meni jonim 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 seni sevaman yorim seni unutolmayman yuragimda yashaysan meni yorim 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 seni sevaman jonim seni unutolmayman Ko'ryapsizmi? Yeyman, yeyman. Mana qara, sen bir uni yegandan ko'ra bir ovqat ye. Ey, menga qarang, men o'zimga 3-raundda shunday kurashga ketaman. Sen ana shunday qizlar bilan urush qilib yursang, boshqa joyga ham kirib ketasan-da. Da jangchilar jangga. Öyle yak du se chor yak du se chor Mo'min bacham shom payti uxlab bo'lmaydi tur o'ylaysan erkak bo'lmay qiz bachadan ham tayoq yeysanmi Ha o'zim onamdan qo'rqasiz men sen onangdan umuman qo'rqmayman boki Aniq qo'rqmaysizmi? Qo'rqmayman umuman onangdan. Ha, o'zlar keladi, kirasiz. O'lla bular, o'lla! 1 minut chak xaltani bozorga yetib chakkilar sotib kelgunimcha hamma joyini tuzib tashagan. Onasi, men ajratdim, mana aka urushyapti bu yerda. Siz boshlagansiz hammasini, sizdan chiqqan shu fikr o'zi. Qo'shilib aytishni ko'ryapsan. Rahmat. Chiqishimiz oxirida nima demoqchimiz? Har doim mana shu qizim men ustimdan kulib prekol qilganda, sizlar o'ylash lozim mumkin. Bu haqiqatan ham xotinidan qo'rqami? Bu xotindan qo'rqsa kerak deb. Yo'q azizlar, men aslo xotinimdan qo'rqmayman. Dadasi! Beri keling. Shavkat Kodani aytman, ketdim. Rahmatsizlar bilan navoiylik bolalar. Jamoat bo'ldi. Я живу и дышу, когда ты рядом. Qizimni aytib Maykida qizim. Mayki. Sahnada qissochi. Bizda 3-shart 26-yong'in qutqaruv qismi, ya'ni pojarnilarda yeb ichar ozginagina. Sen forman qan? Ha? Forman qan? Pojarniy forman. Forma mana? Nima kiymading? Ha shuni chasta kiyib ko'rdiganlaringda kichkina deb aytaydim. Senga velikan ham kichkina keladi, bilasanmi? O'tir indamay. Komila qiz komila, jonimni yolg'izasan. Alo? Ha, Komila opa? Hozirmi? Hamma oltdami? Ha, keyin aytaman. Xo'p, aytaman. Umrim. Komil opa, o'zi to'g'risi sizga gul olmoqchi edik-da, Ali bilan. Keyin magazinga bordik. Ana gul 200 ming ekanda. Menda 100 ming bordi. Alda 1 so'm puli yo'q ekan. Keyin olmay qaytdik, opa, ming bor uzr. Shuni alda 90 ming bordi desang ham 10 ming yetmay qolib, gulga pulimiz yetmasdi. Ha, nima meni kambag'al qilib ko'rsatyapsan? Sen nima qilyapsan? O'ynayapman. O'yinga o'xshamaydi-ku bu. Men o'yinim shunaqa. Ha, bo'ldi, bildim. Sen miyang tasavvur qilgan tanang ko'rsatib berilmayapti. Aka, siz uchun kolan etiketkasini, Fantan etiketkasini yurtdaylar. Nimaga? Reklama bo'lib qoladi, mumkin emas deyapti. Kim aytayapti? Oybek aka. Jon deysan? Afandi ligada kola bilan Fanta chiqyapti. Bir 18 ta odam ko'rami yo'qmi o'zi?
Sherzod, kolangni ichay, ber menga ham qo'y. Yo'q, yo'q, bu o'zim pulimga olganman, bermayman. Ber, tur. Ber, ichay men ham pul ber. O'zimni pulimga olganman, bermayman, olib ketaman uyga. Qo'y manoga deyapman. Nima bo'lisholmayapsan? Sherkan ko'rolmayapman. Nima ko'rolmaysan? Gavdangni qara, qochsang ko'ramanmi? Ey, sal bir seriozli bo'linglar. Kulyapti. O'zi tush kelganmiz-da. Shunda ham hamma joy rasvoq chiqib ketasizlar. Bir aqlli esli hushli bo'lib yuringlar. Tushundingmi? Ali men tushundingmi deganda tushundim. Mana bir shapat lishni bo'ldi, bilamsan? Mana pichina kola-polalarni olib ki, mana Jabbar aka magazindan bitta 05 arag'ongda mana Qorovul akaga bering. Hey, Oydan beri yutunib kiryapti. Bering. Xafa bo'lib qolding-ku? Bitta qo'shiq aytib beraymi? Ha, zo'r bo'lardi. 3-shartdan musiqiy-ku. Balam kesilmaydi. Na ayt. Ha? Qo'shig'imizni so'zlarini marhuma shoira Sevinch Bobonova bilan marhum shoir Abbos Yo'lchiyev yozgan. Xo'p. Musiqasini marhum Abduali Mutaliyev bilan marhuma Shahnoza Rajabova yozgan. Bu turda bir mashinada avariya bo'lmaganmi? U qo'shiqni nomi nima? Qoch Kamas. Ovqatga pichina bilan nafti ko'p kelgansizlar. Men kalyan olib kelaymi sizlarga? Olib kel, olib kel. Davay. Az kalyan olib kelam, hazaq ey. Qurlatib. Mana uchiga tiq. O'ynama. Az kelaman. Ha. Hey! Ya o'zida. O'tirsam bo'ladimi? O'tir. Lapatga nimaga? Ko'mirni almashtirmaymizmi? Shu hazil nima kerak shunchalar ishlab? Ha, o kalyan chakaman men. O'tib gatak ozasan. Nima qilaman? Ozgina ozasan. Men 7 metr yurib ozib ketgan odam ko'rganmi hali? Sen mana shu semizligingdan pajarniga bekor kirgansan. Men o'zim sen boya lom bilan buzayotgan devorlaringni bir urib buzib beraman. Men sendan chaqqonman. Men sendan semizman-da. Men sendan kallam yaxshi ishlaydi. Men kallam senkidan katta. Sen bunday kamchiliklardan faxrlanma. Bir kun zo'r voqea bo'ldi-da. Bir kun viza tushyapti. Borib biz yong'indan 15 minut oldin boryapmiz-da. Uy yonmagan. Hammamiz kutib o'tiribmiz shlanka bilan. Yonag'aysa, o'chirag'aysa debdi aka. Hali bitta bichokdan chiqay ekanda u yong'in. Bitta aka shunday bichok tashar shunday bir bosdim qaytdim joyda hali. Buni bekarga olmaganmiz jamoaga. Bir yaxshi kulgi bo'lib yotarki, 2 ta 3 ta valnadi. Shu paytda bunda tushirib beradi, ritimni. Bu Gapir. Qiviziga bundan keyin Midas motordan o'tilsin har bir ishtirokchi deb qo'shibdi. Mana semiz ham o'talmaydi, ko'ram o'talmaydi. O'zim uchun yutdim, bo'ldi. Ana stol kim? Qara, begona stol voydan men qarayapti. Kim? Bizga boshqacha qarayapti? Ha, u qivizining hakamlari-ku. Ha, hakamlik qiladimi? Ha. U
Yutalamizmikin bugun, nima deb o'ylaysizlar? Yo'q, qizim tushuna ular. Tushunami? Qizim tushunishini qo'y, yutalamiz, birantasi tanishingmi deyapman. Yo'q, kesiblar-ku uni. Yo'q. Ha? Bu bilmaydi, sen bilan o'ynayman. Biladi? Ha, biladi. Tushunadi ham. Mana menga qara. Yunus aka. Sen o'yindan chiqding, bo'ldi. Mana Ha. Yunus aka bilmay qolsa nima qiladi? Qalandar akadan so'raydi. Qalandar aka ham bilmay qolsa-chi? Ha, Qalandar aka bilmaganlar, men Fozil akadan so'raydi. Fozil aka ham bilmay qolsa-chi? Fozil aka bilmay qolsa, mana Komil opadan so'raydi. Qara, Komil opa bilmagan narsasi yo'q-ey. Lekin Qalandar aka qarab boydan beri telefon chiqalab o'tiribdi. Boya men ham ko'rdim shuni. Aka, qizni qo'yapsiz, Samarqanddan keldik aka. Erta yakshanba kun Sayfullo yangisi chiqar-ku. Men ham betay-bet o'tkazib beraman YouTube'dan, qarab turing. Qara, telefoning jiringlayapti, Facebookmi? Alo? Vizib ha. Kim? Постоянный klient. Uy yonyaptimi? Ha, uy yonyapti ekan. Suv bormi uyda? Ha, bir isitib qaynatib turing. Ha, endi mana kuyaga botib olov o'chirgandan keyin terlaymizda, bir cho'milib qaytamiz. Biz 3-shartga chiqishlarimiz so'ngiga bir aqlli gap yo bir kulgili prikol bir nimalar o'ylab topmoqchi edik, topolmadik. Topolmaganimiz ham yaxshi bo'libdi. Nimaga? Men mana shu Farhod madaniyat saroyida har bir kelgan odamga, tashkil qilgan odamga, gvardiyaga, opalarga hammaga rahmat aytmoqchiman. Sabr. Ha, agar kulgili gaplaring bo'lsa, o'zingizdan aytaveringlar. Qo'shiq. Qivizi qadrim bilmaydi hech kim. Birgina o'ringa ko'ngil to'lmaydi. 12 yil kutgan ushbu damni endi finalni yutishni ko'zlaydi. O'z ustida ishlaydi tinmayin. Muxlis ko'nglida qolishni istaydi. Avval ko'plab mag'lubiyatlar ko'rib, lekin ortga qaytishni o'ylamaydi. Yana kimdir bizni qivizidan chalg'itadi, lekin ustoza ishonchi doim bizga kuch beradi. Atrofdan qaraganda juda oson ko'rinadi, lekin bu mashaqqatni qivizicha tushunadi. Qadrim bilmaydi hech kim. Rahmat, sizlar bilan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filialining iqtisodchi jamoasi bo'ldi. Orangizda qolsin. Nachimga, to'yga hamma. Vaqt yetdiga. Hamma. Men necha marta aytdim bularga, necha marta aytdim, bugun to'y hech narsa tayyor emas. Onasi? Ha, dadasi. Bu har doim tayyor. Lekin bugun to'yga hech narsa tayyor emas. Sancho? Ha, dada. Berake. Mana men keldim. Qayerda yuribsan? Bugun tayyorman. Mehmonlar kelish kerak, hech narsa tayyor emas. Men tayyorman. O'sha paytda onang tayyor bo'lmaganda o'zi hammaga tashvish bo'lmasdi. Dada. Vaqamaqamay arslar kelgan, hamma narsa tayyor. Men arslar kelgan. Ye. Qani keling, kelishdan oldin, ha, bir juft. Labingda boling asalde, tilingda so'zing g'azalde. Labingda boling asalde, tilingda so'zing g'azalde. O'yna, labingda boling asalde, tilingda so'zing g'azalde. Labingda boling asalde. Onangning o'rniga shu tayyor bo'lsa bo'lmasmidi? Ey, rais qani? Leylijon leyle, xonim yomon leyle, Leylijon leyle, o'ldirar bari. Leyle, xonim yomon leyle, leyle.
jirtillama seni deb xotindan ajrashdim. Assalomu alaykum. Ey, katalqamang, katalqamang. Yurudingiz ro'za oyida Ramazon oyida bo'ling buni. Yaxshisiz. Dada, ha, amon keldi. Kim? Amon keldi. Yo'taman. Yot. Aka kerakligini bilibdimi deyman-da. Ey, ota, amon keldi. Qo'ying, o'zi shuni deb xotiningiz bilan ajrashib o'tiribsiz. Amon keladi, yotqizadi o'zi, yot. Dada? Ha? Nima hamma yotib oldi? Amon keldi debsan. Amon tog'am dedim. Yes. Ey, kelin-kuyov qani? Shu gap to'g'riga deyishmaysiz. Amon tog'am kelin-kuyovni olib keldi. Demak, davramizga kelin-kuyovlar kutib olamiz. Bodo to'y muborak bodo. Yana bodo rizqlari. Sarboy bobaga rumoy soytaga. Sarboy bobaga rumoy soytaga. Saruftar baroy rumoy soytaga. Saruftar baroy rumoy soytaga. Bodo. Mana qarang, jittilyapsiz. Bu kuyovolar ko'p ichib qo'yibdi. Mana qarang, 28dan 1-aprelgacha padriyat to'y bor. Shunga nima deysiz? Ey, boshlang, davron. Xo'p. Muhabbat atalmish sirli ostona. Ha. Oshiqlar bazmiga chorlaydi bugun. Ha. Oppoq laylaklardek talpinib qalblar. Ha. Hijronli kunlarga qo'ymoqda yakun. Dada. Ha. Shu kelinni surishtirmadik, chota ne toshi? Nima, shuncha xarajat, shuncha produktni kimga yediraman? Kelin yaxshi, to'g'rimi xotin? Mana chidab yuribman-ku. Sizni ham devolchangiz pasaydi. Uzr. Demak boshlaymiz. Bir zumda. Sostav kelgan ekan-ku. Sostavga navbat kelin-kuyovlarimizga o'tirishga ruxsat berib, navbatni bir zumda guruhga beramiz. Agar siz to'y qilmoqchi bo'lsangiz, sostav kelib qolmasa, bir zumda doim tayyor. Bir zumda biz siz bilan. Ha, oybek. این خمر شیرین لبا افتونه در بندشمو لای افزان و سریلم شکر قندشمو این خمر شیرین لبا افتونه در بندشمو لای افزان و سریلم شکر قندشمو مخمسی نازک بدنم آرزو لب درگاه بدنم آرزو ادا بودی مغندیه Xo'pes, bu ado bo'lmadi, bu dabba bo'ldi. Jog'ini baylang. Demak, gulga boshladik, to'y boshladik, gul bazmini boshladik. Qiz boshidan tangalar sochiladi shovullab yor aytsa yangalar yurak yondi lovullab qiz boshidan tangalar sochiladi shovullab yor aytsa yangalar yurak yondi lovullab Aynalay qizlar, shunaqa duxularni sepgan ekansizlar, qimmat, lekin aralaringizga sepmaganlar ham bor ekan, uni ham bilib qo'ydik. Endi kelinni dugonasiga bitta so'z beraylik, ha? Marhamat, gapiring, aynalaysizlar. Quizchangizga mashqqa borib kelaykan. Men bugun nima demoqchiman? Dugonajon, hech bo'lmasa shunisi bilan baxtli bo'l. Hech stop, davom ettiramiz. Voy, ro'moli, o'rikni guliday oq qiz. Nechun qalbimga kirding so'roqsiz? Nechun qosh ostidan termilib bir zum? Nabiyaki, hadya o'tib o'tding kumush tabassum. Mana qarang, men ichimdagi harom odamcha chekka chiqinglar deyapti, yuriydi. To'xtanglar, askar keldi. Onajonim, yurtimga xizmat qilaman. Salom ona, xullas askar keldi. Zarin? Sevgansiz deyishganda o'lgandigi 2 soat kutolmadingmi? Amir akasi, siz armiyaga ketaman degan ekan-ku, siz kelin aytdi, mikrofon ishlamadi. Olishmadi, Nigodin ekanman. Nigodinmisan? Yo'qligida.
Nigodin ekaning kakrasi 28 dan 1-gacha to'y bor, xizmat qilib ber. Rais, beraking. Amam. To'y bolaga so'zi bilan. To'y bo'laymi? To'y bola bor. To'y bolamizni taklif qilamiz, marhamat. Bola, to'y bola, shirin bola, shuq bola. Bola, to'y bola, shirin bola, shuq bola. Sarbolari yarashkale, jazingina to'y bola. Sarbolari yarashkale, jazingina to'y bola. Maya qara, bolajonim. To'y bola degani bu milliy qadriyatdan bo'lib, ya'ni senga hozir momolar do'ppini boshqa joyga kiydirib bobolar birgalab pul beradi. Maylimi, shuni olasanmi? Aynan. Ustoni chaqiring, Usta bobo kelsin, usta bobo. Usta bobo keladi hozir, qaymi? Usta bobo keladi, usta bobo keling. Ana shu usta bobo bo'ladi, ana shu usta bobo, ana shu kishi bo'ladi. Ana shu usta bo'ladi, ana shu. Maya qara, jiyan. Hozir usta bo'lsan ichkariga kirgizib, chiroyli lololar berib, virikcha zo'r sovg'alar beramiz. Ham ketdik. To'xta. Aldaysan-ku, xayri? Hamma aldanganlar turibdi mana shu yerda. Xo'p, bu bolani olib borib kesib o'ringlar. Yur jon, yur. Bolamga tegmanglar. Dada. Bolasi ham bor ekan. Nido bu? Innama shuncha xarajat, shuncha produktda kimga yediraman? Sen ham to'ydan oldin tug'ilgansan. Bo'lsang, ha. Demak, azizlar, hurmatli mehmonlar, mushkul vaziyatda biz Dadamga tegmanglar. u jim bo'lsin, u qasnasay. Demak, juda ham bir ayanchli holat, kelinning nag'masi chiqib qoldi. Hurmatli bilimdonlar. Bolaning otasi kim? Ha? Yo. Manmas. B. C. Man. Aynan, o'g'lim. Bola qalq ketdi? Bunisiga chidolmayman. Beraki. Iltimos. Yonimga kel. Menga tegma, men tegib nima ko'rdim? Bor yoqali, beraki. Yaqinroq kel. Menga tegmanglar. Shang'illama. Uylanaman deydi-ku. Ha, yoshlar. Bugungi kunda yoshlarimiz mana shunaqa narsalarni ko'rib vahshiylashib ketyapti. Sizdan iltimos, insonni asrang, insonni o'ldirmang. Rahmat. Rahmat azizlar. Sizlar bilan sahnada Navoiy davlat universitetining Petstar Uchinchi shart, musiqali uyga vazifa sharti bo'yicha jamoalarning olgan baholari. TBT jamoasiga qo'yilgan ballar 3, 4, 3. Rahmat. Pet Star jamoasiga qo'yilgan ballar 5, 6, 5. Komilaxon 5. Rahmat. Navoiylik bolalar jamoasiga qo'yilgan ballar 4, 5, 4. Rahmat. Iqtisodchi jamoasiga qo'yilgan ballar 4, 5, 6. Rahmat. Men sirasi uzoq qilib ketay, nima uchun 4ligini bildinglar, ha? Rahmat. Chunki bizda musiqali uyga vazifa edi, o'rtoqlar. Demak, hurmatli azizlar, umumiy ballar o'z nihoyasiga yetdi. Uchinchi shartda TBT jamoasida 3.4 ball, Petstarda 5.4 ball, Navoiylik bolalarda 4.2 ball va iqtisodchida 5.4 ball. Umumiy ballar natija, ya'ni uchta o'yin, uchta shartdan so'ng quyidagi ballar to'plandi. TBT jamoasida 8 ball to'liq. Navoiylik bolalar jamoasida 9.2 ball.
Petstar jamoasida 10,2 ball. Va iqtisodchi jamoasida 11,4 ball. Demak, hurmatli hakamlar, demak o'z-o'zidan hozir iqtisodchi finalga yo'llanma oldi. Biz hozir Petstarni ko'rib chiqamiz. Kutib qolamiz. Eslatib o'tamiz, Afandi Superligasi quvnoqlar va zukkolar o'yinini bosh homiysi Navoiy Innovatsiyalar Universiteti. Salomat bo'linglar, o'zlaringizni asranglar, tabassum qilinglar. Tabassum bu sunnat amali. Tabassum sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat.